Sahnada tugadi, medal pro kart oldilar bular. Siz video qo'yasiz. Jahongir do'stim o'sha birinchi o'rinni oldi dedingiz. O'sha video vashim bo'lib ketdi. Men o'zimga qo'ydim, o'zimga yoqdi. Jahongir do'stim pro kartni oldi. U birinchi o'rin, men ikkinchi o'rin. Chunki men aytaman, shu darajada bo'lishi mumkinmi? Odam ani do'stlik shunaqa bo'lishi mumkinmi? O'zi ikkini olib turibdilar-da, aytaman, lekin o'rtoqlariga shunchalik xursand bo'lganlarga men lekin o'shanda hayron qoldim, bo'ldi. Boshqa tan berdim. Bu do'stlik haqida deganda faqat Jahongir aka bilan Ro'zibek aka haqida gapirsa bo'lar ekan deb gapim. O'sha qiziq bo'ldi menga. Endi buni mehnat qilayotganini men ko'rib turibman. Meni mehnat qilayotganim bu ko'rib turibdi. Xudo ko'rib turibdi. Boshqalarga masalan bizni qilayotgan ishlarimiz, qilayotgan narsalarimiz просто tak bularda puli borda, bular qilyapti deyishi mumkin. Lekin biz ham oddiy oilali bolasimiz, noldan chiqqanmiz. Bu darajaga yetib kelguncha nimalarni yo'qotib, nimalarni topganimizni o'zimiz yaxshi bilamiz-da. Endi buni mehnatiga yarasha Xudo berdi. Meni mehnatimga yarasha Xudo berdi. Xudo xolasa, mana keyingi musobaqalarda yaxshi rezultat qilib, yana Xudo xolasa yetib olaman.